Bu video eski o'quv yili uchun. Yangi o'quv yili yo'riqnomasi tez orada chiqadi. O'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Hurmatli ota-onalar, O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan elektron qabul joriy etilgan davlat umumta'lim maktablarining 1-sinflariga onlayn qabul qilish bo'yicha o'z mikrohududidan tashqari bo'lgan umumta'lim maktablarida qo'shimcha kvotalar ochilganini ma'lum qilamiz. Farzandingizni 1-sinfga onlayn qabul qilish jarayonini Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining may.maktab.uz saytida ro'yxatdan o'tish orqali bajarishingiz mumkin. Birinchi qadam. Mening arizalarim sahifasiga kirgan holda 1-sinf qabuli qatori tanlanadi. Bu yerda 1-sinf qabuli bo'yicha asosiy arizangiz ko'rinadi. Qo'shish tugmasi bosiladi. Ikkinchi qadam. Navbatdagi sahifada ariza oynasi paydo bo'ladi. Qatorlardan farzand tanlanadi. Kvota turi qatorida asosiy kvota yozuvi turgan bo'ladi. Ushbu yozuvni qo'shimcha kvotaga o'zgartiriladi. So'ngra ta'lim tili qatoridan ro'yxatda mavjud tillardan biri tanlanadi. Tuman qatoridan istalgan maktab joylashgan tuman tanlanadi. Arizachining vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan manzili mavjud bo'lsa, viloyat maydoniga vaqtinchalik ro'yxatdan o'tgan manzildan kelib chiqqan holda o'zgartirish kiritish imkoniyati avtomatik shakllanadi. Maktab qatorida maktab raqami tanlanadi. Pastki qatorda tanlangan maktabda nechta kvota va bo'sh joy mavjudligi ko'rinadi. Yakunida saqlash tugmasi bosiladi. Uchinchi qadam. Keyingi sahifada 1-sinf qabuli arizalari oynasi paydo bo'ladi. Unda holati yangi turgan qo'shimcha kvota uchun ariza shakllanganini ko'rish mumkin. Yuborish tugmasi bosiladi. Tizimga kiritilgan mobil raqamga kelgan SMS kod yoziladi va tasdiqlash tugmasi bosiladi. Qo'shimcha kvota uchun shakllantirilgan ariza holati maktabga yuborildi yozuviga o'zgaradi. Arizaning pastki qismida navbat vaqti ko'rsatiladi.